Qo'limda ikkita qizil kitob turibdi. Uy yo'qlar, uy olaman deyotgan do'stlarimizga mana shu kitob iloyim nasib qilsin do'stlarim. Biz bugun arzon yerlar sotiladigan joydamiz. Endi arzon degandan keyin bilaringlar biz Achchidamiz. Qirg'iziston o'shari Achchiga, o'nadirga chiqib, Achchiga chiqqaninglarda Handon pistani oldidagi ko'cha bo'lyapti. Ana Handon pista aka, bitta burib berib qo'yasiz. O, Nexia turgan joy Handon pista. Do'stlar, ichkariga kirmayapmiz. Handon pistadan o'tib ketmaymiz ham. Shu qabriston bilan Handon pistani o'rtasidagi mahalla shuna kirasizlar, o'ng qo'lga chiqqanlardagi mahalla bo'lyapti. Ya'ni bu arzon chekimiz necha pul deganda 800 ming ekan do'stlarim. 800 mingdan 12 soti. Ya'ni mana bu 6, bu 6. 20 ga 30 bo'lyapti. Endi aka mendan aka berasiz. Mana shu yerdan. Endi chiqadigan bo'lsanglar shu haligi arxitektordan odamlardan olib chiqib o'zingizlar dokumentlarini pol yuridik tekshirtirasizlar. Xudo xolasa hamma yo'g'i top-toza deyapti. Mana shu yerda shunday qoziqlarni qoqib chiqarib beradi ikkita. Do'stlar, mana yonma-yon aka-ukalar, oshna-og'aynilar, endi mana shu ovsinlar olaversin hammasi mana. Zo'r variant bo'lyapti sizlarga. Mana xudo xolasa mana hamma yo'g'ini mana ko'rdik, tekshirdik. Zo'r ekan, toza ekan dokumentlari do'stlar. Do'stlar shu videodan ko'rib sizlarga 750 dan ham berib oladi ekan do'stlarim. Mana varianti ham bor. Ha? Uje bu yoqlarimizda endi uje ko'ryapsizlar mana bizdan keyingi dalshi, qaranglar, uylar, beton uje tushib ketyapti. Bizni motomonimiz olib beradigan bo'lsangiz aka, mana do'stlar qaranglar. Polisi uje bu yoqqa tushgan, haligi Achchiga burilganda 4 ta 5 ta 6 mahalla bor-ku. Shu mahallalardan kelinyapti bu yoq. 999 bilan 22 85 85. Qaytaraman 0999 22 85 85. Xohlasanglar telefon qilasizlar, xohlasanglar do'stlar WhatsApp orqali aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi. Qadrdonlar, operator beka doim sizlar bilan doim salomat bo'linglar.